Janva yurishi va Myunxen uchrashida diqqatimni chekkan nuqtalar. 3. Dünya Uyg'ur qurultayining tashkiliy intizom va vaqt qarshida ilgirlashlar bor. Abduri Kasini. Shundoq. Men Janva yurishi va Myunxen uchrashida diqqatimni chekkan nuqtalar nomli maqolamning 2 qismida Talut va Jalut qissasini bayon qilish orqali tarixda o'tgan ni osonlik qavmlarning sifat va saviya jihatdagi ustunligi bilan o'zidan nachasi ko'p bo'lgan noiti zo'r va kuchli qavmlar ustidan g'olib kelganligidan iborat bir haqiqatni o'ttirg'a qo'ygan edim. Hamda buning Qur'onda o'ttirib qo'yilgan Allohning qonuni ekanligini tilga olgan edim. Shundaqla Uyg'urlarning sifat va saviya jihatda o'z-o'zini takomillashtirgan ahvol ostida, hattoki 1 milliard 400 million Xitoykan, uningdan ko'p nupusliq dushman ustidan g'olib kelalaydiganligidan iborat bir umid nurini sungan edim. Undaqda Allah'ның bu qonunini hozirgi davrda ko'ralamdiq. Shundaq ko'ralaymiz. Bu o'rnak qavm hozirgi Yahudilar. 2018 yil aprelda ilib berilgan nupus statistikasiga asoslanganda butun dunyodagi Yahudi nupusi 14 milyon 511 ming bo'lib, buning ichida 6,5 milyon Yahudi İsrailiyada, 5,7 milyon bilan 6,8 milyon orasidagi Yahudi Amerikada yashaydi. Ko'rinib turibdiki, butun dunyodagi Yahudi nupusi Xitoy 2015-yili o'zi e'lon qilgan 11 milyon Uyg'ur nupusidan faqat 3,5 milyon ortiq. Chet ellardagi Uyg'urlar o'tirib qo'yayotgan 25 milyon Uyg'ur nupusidan 10,5 milyon atrofida oz. Undaqda dunyodagi musulmonlarning nupusi qanchalik? Statistikalarga asoslanganda hozir dunyodagi musulmonlarning nupusi 1 milliard 800 milyon bo'lib, dünya umumiy nupusining 24,1%ni egallaydi. Undaqda shuncha zo'r nupusga ega musulmonlar bilan shuncha oz nupusliq Yahudilarni selishtirganda qaysisi sifat va saviya jihatdan ustun turadi? Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yumaloq ustal yig'inlarida qaysisining mushtimi kuchliroq uriladi? Dunyo siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan eng cho'ng boylar qaysisida ko'p? Eng ko'p Nobel mukofoti sohib bo'lgan qaysisi? Qaysisida dunyo taraqqiyotining o'zgarishiga hassa qo'shgan olimlar ko'p? Albatta, bu savolning javobi Yahudilarda. Sapa, sifat va saviya demak, kuch demak. Nima uchun 1 milliard 800 millionlik nupusga ega musulmonlar Uyg'urlar duch kelayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlarga qarshi sukut turdi? Chunki musulmonlardagi sapa, sifat va saviya ancha yuqori emas. Sapasizlik, sifatsizlik va saviyasizlik demak, kuchsizlik demakdir. Bu qitimqi Janva yurishi va Myunxen uchrashida diqqatimni chekkan nuqtalarning biri Dünya Uyg'ur qurultayida tashkiliy intizom va vaqt qarshi jihatda burunqiga qaraganda ilgirlashlar bo'lganligi. Gerçi dünya miqyosida kundan kunga zo'rayotgan davoyimizga nisbatan
Dünya Uyghur Qurultayının hazırkı təşkili aparatı sal kichik kelib qilayotgan bolsa-mı? Yani konkretni aytganda qalpaqqa tushliq qirg'iz yo'q bolsa-mı? Ammo bu qitimqi uchrashdagi Dünya Uyghur Qurultayının vaqt qarshi va tashkiliy intizom jihatdagi sifat va sapasiga qarab villida chaqnagan bir umid yulduzni ko'rgandek bo'ldim. Shundaq, da'voyimiz intayin cho'ng bir da'vo. Xalqaralashayotgan bir da'vo. Bu da'voning ichida yuzlarcha kishi muoshliq bo'lib ishlasimi yetisholmay qoladigan da'vo. Ammo yetarki qalpoqqa tushliq bo'lmagan bu qirg'izning sapasi va saviyasi va bu sapa saviyani ifodalaydigan vaqt qarshi intayin yuqori bo'lsin. Chunki hozir bizning vaqt isrof qiladigan, quruq gap qiladigan vaqtimiz emas. Balki ish qiladigan vaqtimiz. Men bu qitim Dünya Uyghur Qurultayidan men izlayotgan bir narsani ko'rdim. U bo'lsa-mu yig'in jarayonida hech qanday vaqtning isrof qilinmaganligi. Balkim 2010-yil bo'lsa kerak, Dünya Uyghur Qurultayining Myunxenda ochilgan bir yig'iniga daxil bo'lgan edim. Ochig'ini aytganda, bu yig'inga qatnashib, ko'nglim intayin g'ash holatda qaytgan edim. Yig'in zalidan chiqqandan keyinki koridorning tor bo'lganiga qaramay, oraliqdagi dam olish vaqtida yig'in qatnashuvchilari bu koridorga qopsilib olib, tamaki chekishib turadi. Tamaki isi menga reaksiya qiladigan bo'lg'achqa, intayin bearam bo'lgan edim. Bir oz g'udungshigan bo'lsam-mu, kar qilmagan edi. Tor koridor ichiga hamma kishilar qopsilishib turib olgan bo'lg'achqa, ayollarning kirib chiqishi-mu intayin qolaysiz edi. Yig'in jarayonida yana uyoq bu yoqqa o'tgan ba'zi kishilardan ochiq haroq idi burnimga purab qoladi. Demakki, ular yig'in oxirlashganda kecha-kecha o'ltirib haroq ichadigan o'xshaydi. Yig'in mezgilida haroq sharob ichishning to'g'ri bo'lmaydiganligi haqida yig'in sohibxonlarining biriga aytgan vaqtimda Uyg'ur da'vos qilayotganlarning shaxsiy hayoti bo'ladiganligi haqida javobga erishgan edim. Yig'in jarayonida ba'zi kishilarning sovuq qarashlaridan meni jiq g'alva qiladigan birisi ekan da'vatqanligi bilinib turadi. Bu haqda yana bir do'stimmi Janvadagi yana bir yig'inda menga o'xshash ishga daxil bo'lganligini so'zlab bergan edi. Dünya Uyghur Qurultayining tashkiliy intizomiga munosabatlik bundaq ahvollar meni intayin bearam qilib kelayotgan ahvollar edi. Aradan 8 yil vaqt o'tgan bugun tamoman o'xshamaydigan bir Dünya Uyghur Qurultayini ko'rdim. Bu qitim, ya'ni 2018-yili 11-oyning 8-kuni boshlanib, 10-kuni oxirlashgan Dünya Uyghur Qurultayining 1-navbatlik Sharqi Turkiston Milliy Kengashi edi. Men tövanda bu qitimqi yig'inning 2-bo'limining kun tartibini do'stlarga sunish orqali yig'inning qanchalik darajada jiddiy ichilgan bir yig'in ekanligini isbotlamoqchiman. Vaqti 2018-yil 8-noyabr kuni tushdan keyin soat 2dan 4gacha so'z qilg'uvchilar Xalqaro sud mahkamasining sudchisi va BDTning terrorizm masalasi bo'yicha sobiq alohida amaldori Ben Emerson, Angliyaning sobiq ichki ishlar ministri Bakir Norman, Fransiyalik jurnalist Ursula Gauder, Turkiya Hacettepe Universiteti dotsenti strategiya mutaxassisi Erkin Akram,
Dünya Uyghur Qurultayı İcraiye Komitetining raisi Ömer Qanat. Yarım saat sual javoblar. Saat 4'den 15 minut o'tkicha tanaffus. Saat 4'den 15 minut o'tgandan saat 6'dan 15 minut o'tkicha tashkilot rahbarlari va Milliy Kengash vakillarining taklif fikrlari. Kashlik tomoq saat 7'dan 9gacha. Albatta, vaqtni ching tutish va vaqtning qimmatini bilish saviya va sapa jihatda yuqori ko'tarilishning asosi. Dunyodagi hamma narsaning sapasi bo'lganidek, siyosatningmi, siyosat qilg'uvchilarningmi, tashkilotlarningmi hamda tashkilotchilarningmi sifat va sapasi bo'ladi. Bu sifatni ifodalaydigan oldingi shart vaqt qarshi. Nemishki men sifat masalasini ko'p ta'kidlayman? Chunki Uyg'urlar duch kelayotgan asosli krizis sifat krizisi. Bu odamning sifati, tashkilotlarimizning sifati qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bugun Uyg'urlar uchun mustaqillik deb jar selayotganlarning ovozining qanchalik yuksaklikka emas, ularning sapa va saviyasining qanchalik ekanligiga qaraydigan kun. Halokat va tirilish, dunyoda mavjud bo'lib turish, dunyo siyosiy sahnasida parlagan yulduz bo'lish va hokazolarning hammasi sifat va saviyaga ehtiyojliq. Agar sifat va saviya jihatdan yuqori ko'tarilmagan ahvol ostida Sharqi Turkiston mustaqilligi degan bu shuar xuddi oq tamakidek kallimizni asir qilib oladi. O'ltirganda, manganda, hatto uxlagandimi bir-birimiz bilan Sharqi Turkistonga mustaqillik deb urushadigan bo'lib qolamiz. Aramizdan bir qirinishimiz chiqib, Sharqi Turkiston mustaqil bo'lolmaydigan o'xshaydi desa, uni bo'g'ib, o'ltirib qo'yishimiz mumkin. Bu xuddi uyning ichida mengib, uyning bo'sog'isidan atlab bo'lolmagan odamdek. Uyg'urlarda bir gap bor. Bo'sog'i davom deydigan. Uyg'urlar uchun saviyasizlik va sapasizlik dal ana shu uyning bo'sog'isidan atlay olmaydigan bo'sog'i davom shakllantirib qo'ydi. Mana bu Uyg'urlarning halokati bo'lib, Uyg'urlar Sharqi Turkiston mustaqillik deb qancha vaqirgancha hanga shuncha yiqilishidi. Shuarlar, vaqirash, jaqirashlar bizni maqsad, nishon va g'oyalarimizga yaqinlashtira olmaydi. Masalan, uyushish, birlashish bir sifat va saviya talab qiladigan masala. Uyusholmaslik, birlasholmaslik, sifatsizlik va saviyasizlik demakdir. Bu saviyasizlik oqibatda bir millatning ro'yini, nishonini, g'oyasini oq tamakidek asir qilib oladi. Qum davallari hargiz bir-biri bilan yimirilisholmaydi. Shunga bundaq chechilib turadigan, bir-biri bilan yug'rilmaydigan qum donchillardan tashkil topgan zaminni cho'l deb ataymiz. Cho'lda yashaydiganlarni bo'lsa badaviy. Men cho'l va badaviy bo'lib qolishdan intayin qo'rqaman. Ammo mening bu qo'rqishim dal bizning ijtimoiy taratqullarimizda ko'rilyotidi. Allah Rad surasi 11-oyatda bir qavm o'z-o'zini isloh qilmag'icha Allah ularni isloh qilmaydi deydi. Mencha vaqtni qadrlash bu islohotning tunji qadami. Janva yurishi va Myunxen uchrashishida vaqtni qadrlashning eng yuqori saviyasini ko'rsatgan Dünya Uyg'ur Qurultayiga muborak bo'lsin. Sifat
va saviya dal mush yerdan boshlanadi. Az sonli qavmlarning ko'p sonliqlar ustidan g'alaba qilishimiz dal mush yerdan boshlanadi. Men bu chatma muloyizamning birinchi qismida Shimoliy Amerikadagi cho'ng qanotliq kipinaklarning qishda Meksikaning janubidagi bir o'rmonliqqa uchib berib, daraxt gavdisi ustida bir-biriga esilgan, sarilgan holatda qishni chiqirdiganligini misol qilib so'zlagan edim. Bu yozmamda qum danchilarining qancha bir-biriga yepshay va sarilay desimo, bir jon, bir tan bo'lolmaydiganlik haqida to'xtaldim. Demak, tabiatda Allah bizga nurg'unlagan tajriba va savoq o'rnaklari bergan. Demakki, jipsilishish, birlashish, quchoqlashish, bir-biriga esilishish, bir tan, bir badan bo'lish saviya talab qiladi. Xuddi Shimoliy Amerikadagi yo'g'on qanotliq kipinaklardek. Chechilish, tarilish, birlasholmaslik, saviyasizlik keltirib chiqirdi. Xuddi badaviylarning cho'lligidek. Ishchimiz siqilganda tabiatga, xaritalarga, dengiz okeanlarga, tog'larga yaxshi qarayli. Ular bizga odamlar o'gitib bo'lolmagan eng yaxshi hikmatlarni so'zlab berdi. Tugidi.